bitta insonni qattiq yaxshi ko'rganman-da. 4 yil birga yurardik. Keyinchalik asta mendan uzoqlashishni boshladi. U xatolar qildi. Ko'nglimni qoldirishga rosa harakat qildi. Keyin munosabatlarni to'xtatdi. Men tushunmay qoldim. Menda nima edi? Tinmay o'yladim. Keyin menga uydagilar telefon qilishdi. Chaqirishdi, ko'rishimizni xohlashdi. Keyin borsam, men sevgan inson o'lim bilan kurashib yotardi. Meni ko'rib ko'zidan tinmay yosh oqardi. Yuragi shunaqa qattiq og'rigandi. O'shanda bir ahvolda bo'lsa, menga gaplarini ayta oldi. Menga yuragim to'xtaguncha seni sevaman derdi. U badasida turdi. Shuncha xato qilsa ham xiyonat qilmadi. Keyin ko'zim oldida bu dunyodan ketdi. O'shanda unga qo'shilib men ham o'lib bo'lgandim. Hamma haqiqatni bilganimda o'zimdan rosa ham xafa bo'ldim. U meni ko'nglimni qoldirish uchun emas, meni qiynalmasligim uchun harakat qilgan ekan. Menga 4 yillik xotira bag'ishlab ketdi. Agar sevganinglar bilan urushib qolgan bo'lsanglar, yo tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa, vaqt o'tishini hech qachon kutmanglar. Unga telefon qilinglar. Xafa qilgan bo'lsanglar, uzr so'ranglar. Chunki vaqt g'animat bo'ladi. Sevganinglar yoninglarda bo'lganida qadrlaylar.